Ma'lumot so'raydiganlar shu videoni oxirigacha Oyog'ini ko'ringlar. ko'taradi olma tepa. Tepadimi? Tepa. Birinchi bolasi tashab qo'ydi, bola tashab qo'ydi. Ikkinchisi men endi sog'amiz buni. Bolasi qanday? Ha, mana ichiga kirib yotyapti. Bolasi novosimi yo? Novoz. Novosmi? Ular yerdan darsalar ishi yotib hozir bu. Isitma chiqaradi bu, ha? Tepkir moli bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz bu videoni. Janklot vanlanmas ekan, yuvosh ekan. Lekin albatta bir taqqanda yuvosh bo'lib qoladi. Bu da strashniy emas ekan. Prosta oyog'ini ko'tarar ekan. Shu molni hozir mana baylab turib hozir. Kalta qilib baylash kerak buni. Kalta qilib baylagandan keyin antibrik taqib sovuq ko'rsatamiz hozir. Iltimos, bekorchilar umuman telefon qilmanglar. Ma'lumot so'raydiganlar mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu video va boshqa videolardan ko'ringlar, iltimos. Ko'rsatib qo'yaylik-da. Buni knopkasi bo'ladi, ha, bir tarafda knopkasi, mana bir tarafida manaqa ism, familiya yozilgan qog'oz bo'ladi-da. BTS pochtadan chiqarilganda shunaqa ism, familiya orqali chiqadi-da bu. Ha, mana shu qog'ozni olib tashlaysizlar. Tashlagandan keyin bu tagida mana knopkasi bo'ladi. Mana shu yerda skochlangan bo'ladi. Ha, skochni olganda mana knopka chiqadi mana tagida. Ko'ryapti videoga. Mana buni knopkasi bor mana. 1 2 3 4 5 ta mana. Katta qilib bir ko'rsataman mana. Mana bu ham hozir 5 ga tushdi mana bu. O'ta katta razmer o'ta endi bu. 70 million, 65 70 million limonlarga bemalol tushaveradi mana shu razmeri mana. 65, bu 50, 30, 40 shuna bo'lib ketaveradi. Eng kichkina razmerini ko'rsataman. Eng kichkina razmeri bugun Chorshanba bozorda Namanganlik tog'a taqib ko'rsating deydi bu. Buni azinchaga taqib ko'rsatdim. Eng kichkina razmeri endi bu. Razmeri o'ta 10 millionlik, 9 millionlik bo'zachalarga tushadi bunday qarasana. O'ta kichkina moli bor odam ham bor-da, misol Vodiyda ham bor, Surxondaryoda ham bor. O'ta kichkina moli bor, bo'yi past bo'lishi mumkin. Shu bo'yi past kichkina mollarga mana shu kichkina razmerni mana oxirgi razmerga qo'yib olib yo bundan kattaytirib oladi, mana shu razmerga qo'yib bemalol so'raveradi. Eng kichkinasi o'sha 10 millionlik molga tushadi. Hozirgi paytda 10 millionlik mol endi o'ta kichkina. 2026-yil hozir. Bu molga hozir mana razmerini 4-razmerga qo'yibman. Ya 3 ga qo'yib olayman. Примерно, endi. Jiyanim. Bu molni rasash tepgan holati boshqa holatini bir video qiluvdik. Bosmagan ekan to'g'ri. Oxirida ne qarasak bosilmagan turibdi. Shunda ilinsa programma ham. Hozir parda bor-ku, mana yupqa parda. O'zi asli bu pardani o'rgatib qo'ysangiz yaxshi. Pardani odamlar ham mahkam ushlaydi-da, buni tepaga qarab tortsa bor, mol tapet yiqiladi mana shu. Qo'y tomirda mana. O'zi kalta qilib baylaganingizda qarang mana, shu yuvoshib qoldi molamda mana. Tepmaydi ham pashti yana. Cho'zamizmi, qo'shamiz? Kattaytiraman.
shu dumi qaltaydigan o'zi. Dumini ham ulab qo'ysa turadimi? Dumi. Ha. Tosh faqir bo'ldi. Mash. Yutsam mandira qo'ymaydi. Yorib tushib turadi. Ha, qorong'i bo'ldimi? Sizga yorib tushib turadi-da. Bo'ldi, moya qo'ymoqmiz. Videoga yaxshi chiqyaptimi? Ha, zo'r chiqyapti. Sanasa bo'ldi. Ha, sanayapti aka. Sanayaptimi? Narxi 200 ming so'm. Shahar, tumanlarga dastlabkasi mutlaq bepul O'zbekiston bo'ylab. Qattiq qo'shib chiqyaptimi? Ashanaqa o'zi Ya o'g'izlar bular. Sog'ishni zo'r bilinmadi. o'sha qo'yib chiqmayapti. Mana shu anaqalarni sovib olish kerak. Mana shu tuki bor-ku. Bu tukini olsangiz bor-ku, mana shunda ishib yotibdi bor. Dahshat. Qashida yo'lsa tirsilab ketdi-da. Orqalari mana qonlar ham. Asha o'riydi, shunaqalarni sovib olish kerak deb hali YouTube'da. Bundan anaqa chiqyapti. Ha? Qattiq qo'shib marza chiqdi. Ashlarni sovib chiqarish kerak deyman. Yerimasdan sog'ish kerak ekan. Ikki qo'llar sog'yapman. Mana menga qara. Mana unga shop deganiga sikaman. Bunda stoldagi beraman, oyoq o'rmaydi. Ayo. Yo'q, albatta kichkina stol anaqamiz bor. Buni nomiga sal-sal tepadigan moli bor, kal taqib turib shunday baylab soqsa bor, mol teturadi o'zi asli. Endi mabodo bu zashta bo'ladi, mana tepmaslik uchun bo'ladi. Siz yaxshi sog'asizlar bu molda? Ha. Men sog'ishni zo'r bilmayman. Qo'l orib ketdi. Olmonda endi oyog'ini ko'tara olmasa kerak endi. Ya tepalmaydi unda. Ha, yurib yorishi bor, ko'pchilik aytadi, yurib yoradi deydi. Arg'amchini 4 metr qilgandan keyin moli yurmasdan odam yursin. Bu kalta qo'ygandan keyin moli yurmaydi, oldiga orqaga bo'lmaydi. Ba'zilar sovurasi. Suskasi kichkina ekan-da, mana shu qo'l olib ketdi. Ko'pchilik aytadi, o'ng tomondan ham soqsa bo'ladimi deydi molda mana. O'ng tomondan ham mana dumini ham antabrika mana baylab qo'ydik mana. O'ng tomondan ham mana soqsa bo'ladi. Antabrikni o'ng tomonga qo'yib olib mana. Xohlasa chap tomondan, xohlasa o'ng tomondan mana soqsa bo'ladi. Yerga solib tashlayapmiz mana. Idishni bo'shatgan.